Birinchi paragraf elektroliz tushunchasi eritma suyuqlanma elektrolizi mavzusini ko'ramiz. Demak, 11-sinf kimyo darsligi 2017-yilda nashr qilingan. Demak, mavzu umumiy ma'lumotlardan boshlangan, bular yaxshi berilgan. Mana bu yerda kelgan vaqtga sal muammo boshlanadi. Demak, manfiy qutb ulangan elektrod katod va musbat qutb ulangan elektrod esa anod deb ataladi. Endi bu yerda deb ataladi emas, demak aylanadi deyish kerak edi. Chunki demak elektrod tok ulanmasidan oldin bu yerda hech qanaqa jarayon bo'lmaydi. Demak, elektr tok ulangandan keyin demak katodda demak nima bo'ladi? Qaytarilish, anodda esa oksidlanish reaksiyalari boshlanadi. Shuning uchun bittasi anod, bittasi katod bo'lib qoladi. Buni o'qigan odam demak nima deb o'ylaydi? Katod nima deb o'ylaydi? Manfiy, anod esa nima musbat deb o'ylaydi. Lekin aslida unday emas. Galvanik elementlar bundan teskarisi bo'ladi. Endi keyingi gapda nima deyilgan? Mana bu endi sal jiddiy xato. Katod va anodni o'zgarmas tok manbaiga ulasak. Endi katod va anod demak o'zgarmas tok manbaiga ulasak. Demak, tok manbai ulanmasdan oldin anod va katodni o'zi bo'lmaydi. Demak, ular ulangandan keyin anod va katodga aylanadi. Shuning uchun mana bu yerda xato bo'lgan. Demak, buni o'qigan odam anod bilan katod nima ekanligini tushunmaydi. U manbami, qutbmi? Aslida bu anod va katod nimada? Demak, oksidlanish va qaytarilish jarayoni yuz beradigan elektrodlar bo'lishi kerak edi. Demak, bu tushuncha berilmagan. Demak, katod demak musbat bo'ladimi, manfiy bo'ladimi? Qat'iy nazar u yerda nima bo'linishi kerak albatta? Qaytarilish reaksiyasi bo'lishi kerak. Anod musbat bo'ladimi, manfiy bo'ladimi? Qat'iy nazar u yerda nima bo'lishi kerak? Oksidlanish bo'lishi kerak. Keyingisini davom et. Keyingi betga o'tamiz endi. Demak, bu betga ancha yaxshi. Demak, muammo yo'q. Nima yozilgan? Faqatgina mana bu yerda bitta elektronlar noto'g'ri yozib ketilgan. Bunga uncha e'tibor qaratmaymiz. Lekin mana bu narsalar yaxshi berilgan. Demak, nimada? Natriy bilan nimasi bu qaytarilish reaksiyasi, bular oksidlanish reaksiyalari. Demak, mana shu ustiga qurilishi kerak edi. Demak, elektrod mavzu. Lekin bular bu narsani ustiga qurmay, nimani ustiga qurib ketgan? Ekvivalent ustiga qurgan. Ekvivalent qurgandan keyin o'shaning hamma narsa aralashib, quralashib bo'lib chalkashib ketgan, tushunmaydigan bo'lib qolgan nima mavzu. Endi keyingi nimaga o'tamiz endi? Betga. Endi bu betga yana mana bu jiddiy xato bo'lib qolgan aluminiy. Aluminiy o'rtacha aktiv metallarga qo'shilgan. Demak, aluminiyni demak aluminiy eritmasini, misol uchun aluminiy xlorid eritmasi elektroz qilingan vaqtga hech qachon nima aluminiy ajralmaydi. Bu vodorod ajraladi bu yerda. Demak, bu yoqqa qatorga bo'lish kerak edi. Demak, buni aktiv metallarga qo'shish kerak edi. Endi mana bunga tushmaydi. O'rtacha aktiv metallarda aluminiydan H gacha bo'lgan vaqtga demak bu nima ajraladi degan? Vodorod va metal ajraladi degan. Keyingi nimaga? Mana o'zi ko'raylik uni. Mana bu yerda mana ana bu narsa. Demak, buni o'rtacha aktiv metallar uchun demak aluminiyni bu qatorga qo'shib yuborganlar. Aluminiyni bu qatorga qo'shilmaydi. Aluminiyga albatta vodorod chiqadi, hech qachon aluminiy chiqmaydi. Aluminiyni eritmasdan elektrolizga olib bo'lmaydi. Shuning uchun. Keyin mana bu narsa, misol uchun mana bu narsada ham endi reaksiyani ikki yo'lga reaksiya kirishma mahsulotlarni reaksiya tenglamasiga yozishni o'zi noto'g'ri. Bu xuddi x + y teng x + 4 da yozuvdagi gap. Bu matematikada bunday yozuv bo'lmaydi. Keyin mana bu marganis SO4 keyin suv bilan elektroliz. Mana bu narsa bo'lgan. Endi bu narsa ham nima bu? Bu reaksiyani ko'rgan odam nima deb o'ylaydi? Demak, marganis bilan vodorod teng miqdorda ajraladi deb o'ylaydi. Bir koeffitsiyentda turibdi. Bunday qilib reaksiyani yozib bo'lmasdi. Buni ikkita reaksiya qilib yozish kerak edi. Demak, bitta marganis uchun, bitta vodorod uchun, demak, yarim reaksiyalarni yozish kerak edi. Endi bu juda bilmadim, endi bu qanday tushunish mumkin? Nima ko'rgan odam nima deb o'ylaydi? Marganis bilan vodorod teng ajraladi deb reaksiya bo'yicha shunday bo'ladi. Lekin hayotda, laboratoriyada hech qachon marganis bilan vodorod teng ajralmaydi. Bu reaksiya xato. Demak, osmondan olinganda yo'q reaksiyani o'zi bu. Uydirilgan reaksiya to'g'rirog'i. Endi keyingisiga o'tamiz mana. Demak, bu yerda ham shu holat mana. Demak, ikkovining miqdori teng bo'lgan. Uni ikkita reaksiya qilib, vodoroddan marganisning miqdori teng bo'lmaydi. Endi bu reaksiyani tenglashtirib qo'yibdi, mana xlorga 2 qo'yib. Endi bu qanday bo'lmaydi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Endi keyingisi, demak, aluminiy. Mana bu aluminiyga nima ajraladi deyapti? Vodorod. Demak, misol uchun alumiy sulfatni elektroz qilgan vaqtga, demak, aluminiy ham ajralmaydi. Bu noto'g'ri reaksiya bu. Demak, bu yo'q qo'yish kerak edi. Bular to'g'ri, lekin aluminiy emas.
Keyingisi mana bu narsa. Bu ham jiddiy xato bu. Chunki misol uchun mis sulfat yoki mana bilan sulfatlarni qizdirgan vaqtimizga suyuqlantirmoqchi bo'lsak, suyuqlanma reaksiya, suyuqlantirmoqchi bo'lgan vaqtimizga bular nima bo'lmaydi, erimaydi-yu, aksincha parchalanib ketadi. Bular erishi mumkin, lekin ular ham bu reaksiya yuz bermaydi. Bu juda murakkab reaksiya bo'ladi. Maktab darsidan tashqariga chiqib ketadi bu narsa reaksiyalari. Mana bu narsa, lekin bu noto'g'ri narsa bu. Nima uchun? Chunki mis sulfatni yoki simon sulfatni yoki kumush sulfatni nima qizdirgan vaqtimizda ular suyuqlanmay parchalanib ketadi. Parchalangandan keyin ular qanday qilib elektroz qilish mumkin? Suyuqlama bo'lmaydi ular. Shuning uchun bu ham jiddiy noto'g'ri reaksiya bu. Keyingisi, demak metallarni qoplash. Demak bu holatga, demak inert bo'lmagan elektrodlar ishlatiladi. Bu narsa degan oldingi mavzularga faqat inert elektrodlar, umuman tushuncha inert elektrodlarga bo'lib, demak bu yerda inert bo'lmagan elektrodlarga ham fikr bildirilib ketgan. Menimcha buni kiritish kerak yoki buni olib tashlash kerak edi. Demak bu nazariy asosi yo'q bunda. Endi keyingisi, demak 32-mavzu paragrafdagi elektroliz temasiga bir qarab chiqaylik. Keyin masalalarni boshlaymiz. Demak mana bu yerdagi ekvivalent tushunchasi kiritgan. Demak ekvivalent tushunchasini bir nima degan, lekin aslida mana bu reaksiyaga qaraymiz mana. Mana shu yerda kumushning ekvivalenti demak 108 ga ko'rinib turibdi mana buniki. Xo'sh, misniki necha bo'lib qoladi? 2 ta elektron bo'lgach 14 2 ga bo'lsa 32 bo'ladi. Mana bu 3 ta elektron bo'lgach 108 ni 56 ni 3 ga bo'lsa yetarli bo'ladi. Tamom, mana shu ekvivalent o'zi shu edi. O'zi ekvivalent tushunchasi umuman kerak emas. Mana shu narsalarni yozib tushuntirsa yaxshiroq tushunarli bo'lar edi. Endi mana bu yerda juda chalkashliklar bo'lib ketgan mana birliklarga, boshqa narsalarga. Demak, bunga qaraymiz mana. Xo'sh, endi nimada? Ajralib chiqqan moddaning massasi. Bu yerda endi nimada? Erigan moddaning massasi. Qanday bunday bo'lishi mumkin? Massasi. Hay. Bu nima, erigan moddami yoki ajralib chiqqan moddami? Aslida elektrolizga faqat nima bo'lishi kerak? Ajralib chiqqan modda bo'lishi kerak edi. Bu ham ajralib chiqqan modda bo'lishi kerak edi. Ikkinchisi, nimada? Xo'sh, moddaning ekvivalent og'irligi. Demak, bu ekvivalent og'irligini tushuncha 200 yil oldin ishlatilgan tushuncha. Hozir umuman ishlatilmaydi bu. Ekvivalent massasi deyish kerak edi. Demak, bu massa bilan og'irlik bir-biridan farq qiladi. Endi bu yerdagi nimada? Ekvivalent massasi deyilgan. Demak, bu yerda ekvivalent og'irligi o'sha bu yerda o'sha ekvivalent massasi. Qaysi to'g'ri? Og'irligi to'g'rimi, massasi to'g'rimi? Ekvivalent massasi to'g'rimi? Xo'sh, demak, og'irligi bilan massani bir-biridan farqi bu. Demak, buni og'irlikni o'lchov birligi fizikada Newton, massani o'lchov birligi gram yoki kilogram bo'ladi. Shuning uchun demak bu ikkita tushuncha bir-biridan butunlay farq qiladi. Ekvivalent og'irligi bilan ekvivalent massasi birligi ham farq qiladi. Hozir bu tushuncha deyarli ishlatilmaydi. 200 yil oldin eskirgan tushuncha bu. Demak, buni ham ekvivalent massasi deb berish kerak edi. Keyingisi sekundga bunaqasi yozgan. Demak, bu o'zbek alfabetida yo'q, alfabosida yo'q bu harf. Keyingisi, demak, n ekvivalent. Xo'sh, buni birligi nima deyapti? Erigan moddaning ekvivalent miqdori. Bu gram tarafdan ekvivalent ekan. Bunga qaranglar. Erigan moddaning ekvivalent massasi. Bu ekvivalent ekan. Xo'sh, buni bo'lishi mumkin emas. Demak, buni birligi ekvivalent, buni birligi gram tarafdan ekvivalent bo'lishi kerak edi. Demak, bu nima birliklar nima bo'lgan? Almashib ketgan.